Hammaga salom bolalar, sizlar bilan Valtoy. Bugun bolalar sizlar bilan Slavik telefonlarda iPad rejim qilishni o'rganamiz. Videoni boshlashdan oldin videoga like va obuna bosib qo'yish esdan chiqmasin. Bolalar esdan chiqmasin, birinchi o'rinda 3-nastroykani iPad rejimiga moslab olamiz. Videoni oxirida qanday qilishni o'rgataman. Ko'rishlaringiz uchun zalyut juda ham bomba. Tu querendo me mandar, não sei qual que é a tua, mas tu não vai me brecar, porque se tu pensa assim, tu sabe que eu não vou te amar. Qani endi ko'ramiz, zajenda o'xshaydi ekan bu narsa. Ko'rishlaringiz uchun zajenda juda ham bomba bu narsa. Qani yemasam ketdi, uzoqdan zajenda qilib ko'ramiz, o'xshaydi ekan. Tu querendo me mandar, não sei qual que é a tua, mas tu não vai me brecar, porque se tu pensa assim, tu sabe que eu não vou te amar. Ketdi, iPad rejimida ko'ramiz qanday qilishni. Birinchi o'rinda telefon nastroykasiga kirib olamiz. Bu yerdan qurilma sozlamalariga kiramiz. Pastroqqa tushganimizda dastur sozlamalari bor. Pastroqqa tushaveramiz. Pastroqdan bu yerda eng kichigini topamiz. Bu yerda olasizlar 400 ga 40 qilasizlar, qolasizlar 415 qo'yasizlar.
Men 415 qilib qo'ydim. Bu yerdan xohlagan bitta ilovalarga kirasizlar. Bu yerdan ikkita o'yin chiqadi. Bittasidan PUBG intalasizlar, ikkinchisida Telegram. Bo'ldi. Telegramdan keyin ekranda aylantirib o'rmashingiz kerak. Xuddi shunday bo'lib ekranimiz cho'zilib kirishi kerak. Amasam o'xshamagan bo'ladi. Boshqadan harakat qilib ko'rasizlar. Kimgadir foydam kelgan bo'lsa, obuna, like bosib qo'yish esdan chiqmasa, menga motivatsiya bo'ladi. Ikkinchi qism chiqishini xohlaganlar obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasa.